Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, Roundup 0-kitobidan keyingi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsda biz alifbo darslarini ko'rib chiqdik. Demak, uni to'liq batafsil o'rganib oldinglar deb umid qilaman. Demak, bugungi ikkinchi mavzuyimiz artikellar. Ingliz tilida artikel nima, qayerda ishlaydi va uni ishlatilishdan asosiy maqsad nima? Bularni birma-bir batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, artikellar ingliz tilida ikki turga bo'linar ekan: aniq va noaniq. Demak, aniq artikli the artikli, noaniq artikli an hisoblanadi. Demak, bugun an ni ko'rib chiqamiz. Sababi aniq artikl bizda bu Roundup 0-kitobimizda berilmagan, biroz murakkab bo'lganligi uchun boshlang'ich bilimlar uchun bizga faqat an noaniq artikllarni bergan. Nasib qilsa, keyingi kitoblarimizda demak aniq artiklni ham o'rganamiz. Demak, boshlanishi noaniqni o'rganamiz. Demak, noaniq artikllar an artikl hisoblanadi. Demak, ular qachon ishlatiladi? Demak, birlikdagi sanaladigan otlar oldidan uni birinchi marta yodga olgan paytimizda ishlatilar ekan. Bu nima degani? Demak, bu shartlarga qarab. Demak, birinchi o'rinda otimiz sanaladigan bo'lishi kerak. Demak, o'zbek tilida ham sanaladigan va sanalmaydigan otlar bor. Uni ham batafsil ko'rib chiqamiz. Sizlarga bitta misol. Demak, sanalmaydigan otlar suv, shakar yoki un, misol uchun shunga o'xshash narsalar. Demak, sanaladigan otlar demak 1-2 qilib sanasa bo'ladi. Masalan, kitob, ruchka, kompyuter, telefon va hokazolarni sanasa bo'ladi. Demak, birinchi shart demak sanaladigan bo'lishi kerak ekan. Demak, ikkinchi sharti birlik bo'lishi kerak ekan. Ya'ni bir dona bo'lishi kerak ekan. Demak, shu holatda demak artikl ishlatar ekanmiz. Demak, ba'zi bir otlar o'zbek tilidagi singari ingliz tilida sanalmaydi. Masalan, bizda o'zbek tilida non sanaladi, to'g'rimi? Misol uchun 3 ta 4 ta non olamiz deymiz, lekin ingliz tilida 2 ta non, 3 ta non deb sanolmas ekan. Demak, ular ham non ham sanalmaydigan otlar turi demak kerak ekan. Demak, sanaladigan ot bo'lishi kerak ekan va u birlik bo'lishi kerak ekan. Va uni birinchi marta yodga olayotgan bo'lishimiz kerak ekan. Masalan, I saw a dog. Men bir itni ko'rdim. Demak, bu yerda birinchi marta tilga olyapman bitta itni. Demak, it bu yerda noma'lum. Demak, qayerdaligi, qaysi itligi noma'lum. Demak, men bir itni ko'rdim deganimda, mana bu yerda e'tibor bersalaring, a dog deyiladi. Degan bo'lsalaring, shu yerda bir itni ko'rdim degan. Demak, a degani demak o'zbek tiliga bitta, bir dona deb tarjima qilgan bo'lar ekan. Demak, a artikli qachon ishlatiladi? Demak, agar so'z undosh tovush bilan boshlansa, a artikli ishlatiladi. Masalan, demak biz o'tgan darsda undosh va unli harflarni ko'rdik. Bu yerda xuddi shu narsa faqat tovushlarga nisbatan ishlatilyapti. Harflarga emas. Buni esingizdan chiqmas. Demak, biz artikl qo'yishda harfga emas, undosh tovushlarga qarar ekanmiz. Masalan, b. Biz o'tgan darsda ma'lum, b bu undosh. Demak, undosh tovush harf. B tovushi undosh. Demak, a book kitob degan ekan, ya'ni bitta kitob. A cat mushuk. A teacher o'qituvchi. A car mashina. A house uy. Demak, bitta uy, bitta mashina, bitta o'qituvchi degan ma'noda kelyapti bu yerda. Demak, gaplarda qanaqa ishlatiladi? I have a book. Meni bir kitobim bor. yoki bo'lmasam she is a teacher. O'qituvchi, bu bitta o'qituvchi degan. Demak, an article. Demak, an article qachon ishlatiladi? Demak, unli tovush bilan boshlansa, demak, an ishlatar ekanmiz. Demak, unli harflar bilamiz. Demak, a, e, I, o, u harflari ana shunday tovushlar bilan kelib qolsa, demak, an olar ekanmiz. Masalan, apple. Apple so'zi demak, a tovushi bilan boshlanyapti. Unli tovush. Demak, bitta olma deyish uchun an apple derkanmiz. Alohida emas, iloji boricha hozirdan o'rganinglar, qo'shib ketishni o'rganamiz. An apple yoki an egg, bir dona tuxum. An orange, apelsin. An elephant, fil. An umbrella, soyabon, bir soyabon. Demak, an umbrella yoki an elephant emas, demak, bir-biriga qo'shib talaffuz qilishni o'rgansak, kelajakda o'zimiz qiynalmaymiz. Gaplarda qanaqa keladi? I eat an apple every day. Demak, men har kuni bitta olma yeyman. Demak, bitta olma, an apple bo'lib kelyapti bu yerda. Yoki bo'lsam, she has an umbrella. Uni bir soyaboni bor, uni bitta zontigi bor degan ma'noda keladi. Xo'p, muhim qoida. Demak, artikl harfga emas, tovushga qarab tanlanadi. Buni yuqorida aytib o'tdik. Bunga bitta misol ko'ramiz. Mana a ishlatilar ekan. Agarda biz harfga qarab
demak tanlab qo'yadigan bo'lsak, biz xato qilib qo'yishimiz mumkin ekan. Sababi mana university so'zida demak qaysi harf bilan boshlanyapti? U harf bilan boshlanyapti. Mana bu yerga e'tibor bersak, U. Demak bu yerda U demak biz bilamiz unli. Unli bilan ishlatsak biz n olishimiz kerak. Agarda harfga qaragan bo'lsak. Lekin biz nima dedik? Unli harfga emas, tovushga qaraymiz. Demak, shu tovush bu yerda university, ya'ni university so'zi U bo'lib o'qilyapti. Mana bu yerda e'tibor bersalaring, university. Ya'ni universitet degani. Demak, U bo'lgani uchun U bizda undosh. Undosh tovush bo'lganligi uchun biz a olishimiz kerak. A university yoki a European country. Demak, mana bu yerda i bizda qanday? Unli harf, juda ham to'g'ri. Demak, u harfi biz n artiklini olishimizga to'g'ri keladi. N artiklini qachon biz harfga qarab moslaydigan bo'lsak. Lekin unday emas, biz tovushga qarab demak artiklni moslashimiz kerak. Bu yerda U o'qilyapti bu yerda. European country, Yevropa davlati. Xo'p, n ishlatilishi qanday bo'ladi? Demak, n deganda bu yerda hour so'zi. Hour so'zi bu yerda 1 soat degan ma'noda keladi, lekin h o'qilmaydi deyapti. H o'qilmaganligi uchun mana bu tomonini o'qiymiz. Hour deb. Hour. Demak, hour o'qiganligimiz uchun demak qaysi tovush bilan boshlanyapti? A bilan boshlanyapti. Shuning uchun biz n olishimiz kerak ekan. An hour, 1 soat degan ma'noda. Yoki bo'lmasam honest. Honest degani adolatli, vijdonli degan ma'noda keladi. Demak, honest so'zida xuddi shu singari bu yerda ham h harfi o'qilmaydi. H o'qilmaganligi uchun honest bo'lib ketyapti. An honest man, vijdonli erkak. An honest, tushunasizlar? An honest man, h o'qilmaganligi uchun. Xo'p, endi biz yodlab olishimiz uchun, esimizda qolishi uchun bir muhim formula bor. Demak, a artiklini undosh tovushlar oldidan ishlatamiz. Mana a plus undosh tovush kelyapti. Masalan, a dog, a pen, a student. Yoki n artiklini qachon ishlatamiz? Unli tovush kelsa. Masalan, an apple, hop, an elephant, an orange. Demak, sizlarga tushungan bo'lsalaring mashq beraman. Videoni pauza qilib, buni ishlab ko'rasizlar. Keyin javoblarini tekshirib olasizlar. Videoni pauza qilinglar. Demak, videoni davom etamiz. Mana bu javoblar. An apple, a cat, an elephant, a book, an orange, a teacher, an umbrella, a cat. Bu javoblarni tekshirib olasizlar. Hop, endi biz Roundup kitobimizga qaytamiz. An article. Demak, buni hozir ko'rdik. Mana bu poyezdchi a harfini ushlab turibdi. Mana bu yerda yo'lovchilar undosh harflar, undosh tovushlar bilan demak birga bo'lishar ekan. 21 ta harflar, ya'ni u tovushga nisbatan ishlatilgan. Demak, a deb turib bu tovushlarga undosh tovushlar bilan ishlatamiz. Bu tomonda an artiklini ushlab turgan, bu tomonda unli tovushlar. Example mana an apple, an umbrella. Buni yuqorida ko'rib chiqdik. Endi mashqlarga qaytamiz. Demak, mashqlarni qanday bajaramiz? Demak, mashqda circle the vowels deyapti. Vowels degani bu unligida. Demak, circle degani doiraga oling degani. Demak, doiraga unli tovushlarni nima qilar ekanmiz? Yumaloq qilib chiqar ekanmiz. Mana o'zi bizga a harfini olib qo'yibdi. Demak, ikkinchisi, demak bu bizda audio mashq ekan. Audio ko'rgan bo'lsangiz, quloqchini rasmi turibdi. Listen and repeat deyapti. Buni audioni demak qayerdan topishdi? Men sizlarga o'rgatganman. Telegram guruhimizda Roundup 0-qismini, audiolarini men guruhimizga tashlab qo'yganman. Bu 10-chi. Demak, 10-chi audioni shu yerdan topasizlar. Mana bu yerda 10 turibdi. Buni eshitib bajarasizlar. Endi bu yerda nimani o'rgatyapti bizda? Harflar bilan
harflar bir yonma-yon kelsa qanday talaffuz qilinishini bizga ta'limini beryapti. Masalan, A harfi bilan ikkita L kelsa O o'qilar ekan. Ball, call, small, all, tall, fall qilib. Hop, E is silent at the end deyapti. Ya'ni E harfi gapni oxirida kelsa silent, ya'ni sukut qilinadi, indalmaydi, ya'ni talaffuz qilinmaydi deyapti. Mana make yozilgan, lekin biz make deb talaffuz qilamiz. Bake, snake, cake, apple, kite va hokazo. Hop, ikkita E kelib qolsa, uni cho'zib E deb talaffuz qilar ekanmiz. Bee, sheep, feet, seed, meat. Hop, ikkita O kelsa. Hop, U yoki O deb. Nima yerda? Book, cook, good, pull, moon deyapti. Bad deyapti, ammo door bo'ladi. Door, floor deb demak talaffuz qilayotganmiz. Bu bizga talaffuzni o'rgatayotgan mashq ekan. Demak, fill in deyapti. To'ldiring A or N. Demak, o'rni to'ldirmaymiz. Ba'zi bir o'quvchilar o'rni ham qo'yib chiqishgan. Bizda ham tez takrorlanib turgan. Or degani bu yoki degani. Yoki degani bu. Buni qo'ymaymiz. Bu or degani yoki A ni yoki N ni to'ldiring deyapti. Buni o'rgandik. Demak, a dog, elephant. Demak, elephant unli bo'lgani uchun biz uni N qo'yamiz. An elephant. Qolgan mashqlarni ham xuddi shunday qilib bajarib qo'yasizlar. Demak, keyingisi 11-si. 11-sida ham listen and repeat deyapti. Demak, 11-audioni ochib, uni ham eshitib, 11-mashq. 11-audio mana bu yerda turibdi. Uni eshitib, demak, orqasidan qaytarasizlar. Demak, C kelyapti. Demak, unga A, O, U kelsa, C dan keyin, demak, K deb talaffuz qilinar ekan. Masalan, mana C dan keyin A kelyapti. Mana C dan keyin qo'shilgan A bo'lsa deyapti. Nima deb? Demak, K deb talaffuz, o'zbek tilidagi K kabi talaffuz qilar ekanmiz. Cat, cost, cup, coffee, coat, can. Yoki bo'lmasa, C dan keyin E, I, Y kelsa, S deb talaffuz qilar ekanmiz. Sell, cinema, cycle, city, center. Certain. Demak, K is not pronounced before N. Demak, K harfi N harfidan oldin talaffuz qilinmaydi deyapti. Mana K bilan N yonma-yon kelyapti. K dan oldin, N dan oldin K harfi bor. Knit deb yozgan, lekin K talaffuz qilinmaydi bu yerda deyapti. Knit bo'lar ekan. Demak, knife yozibdi. Biz demak K ni talaffuz qilmas ekanmiz, knife derkanmiz. Know debdi. Biz K ni talaffuz qilmasdan know derkanmiz. Kni emas, ni deb talaffuz qilar ekanmiz. Demak, Q bilan, ya'ni Q bilan U kelsa, queen, quite, question. Hop, why? Demak, hop, Y deb o'qilar ekan at the beginning. Demak, gapni boshida. Yes, yellow, yach. Demak, why? Demak, E deb talaffuz qilinar ekan at the end deyapti. Demak, gapni oxirida. Mary, tidy, Sally, cherry. Hop, I deb talaffuz qilinar ekan in one syllable word, ya'ni bir bo'g'inli so'zlarda. Sky, fly, dry, spy, cry va hokazo. Demak, demak, S harfi demak between vowels deyapti. Unlilarni orasida kelsa, biz uni Z ko'rinishda talaffuz qilar ekanmiz. Masalan, rose, rose emas, rose. Ikkita unlining orasida kelyapti, e'tibor bergan bo'lsalaring. E va O, E ning orasida kelyapti. Yoki O bilan I ning orasida kelyapti. Close. Hop, keyingisi rise debdi. Biz uni I bilan I ning orasida kelgani uchun z deb talaffuz qilar ekanmiz. Rise. Va hokazo. Demak, write the words in the correct column. Demak, uni eshitar ekanmiz. Eshitib turib, mana bu so'zlarni to'g'ri ustunlarga joylab chiqar ekanmiz. Mana bizda audioda, demak, 12-audioda mana bularda ham o'qib beradi mevalarni. Biz uni demak mana bu yerga va mana bu yerga eshitganimizni yozishimiz kerak. Circle the odd word out. Demak, ortiqcha so'zni yozing deyapti. Demak, belgilang, doiraga olib qo'ying deyapti. Circle. Masalan, a mouse, birinchisi mana. A mouse tushyapti. Chunki a mouse sichqon degani yoki a cat. A cat bu
mushuk degani. Hop, endi owl. Owl bu tushmaydi. Sababi unli tovush bilan boshlanyapti. Owl bo'lganligi uchun buni biz owl deya olmaymiz. An owl deyishimiz kerak. An owl bu ortiqcha bo'lganligi uchun buni nima qilyapti? Doiraga olib qo'yapti. Ikkinchida an ant, ya'ni chumoli tushyapti. Chunki a bilan boshlanayotgan ant. Hop, ikkinchisida an elephant. Ya'ni elephant ham tushyapti. An elephant. Fil degani bu ham to'g'ri ekan. Demak, an donkey uchinchisida. A donkey. Aslida bitta eshak deyish uchun a donkey deyishimiz kerak. Buni doiraga olib qo'yamiz. Bu bizda ortiqcha ekan. Qolganini ham xuddi shu tartibda bajarib qo'yasizlar. Demak, fill in deyapti. Demak, bizga ikkita ustun beribdi. A yoshigi va n yoshigini beribdi. Biz mana bu yerda ball, apple, cat, mana bu pastdagi so'zlarni to'g'ri joylashtirib chiqishimiz kerak artikliga qarab. Masalan, ball, a ball bu yerga tushadi. Hop, demak, xuddi shunday qilib bajarasizlar. Demak, fill in. Demak, to'ldirar ekanmiz, ya'ni a yoki n bilan to'ldirishimiz kerak. O'rni qo'ymaymiz, yuqorida aytib o'tdim. Or bu yoki degani. Hop, undan keyin o'ntasini demak joylab chiqasizlar. Demak, speaking activity bu hozircha shart emas. Demak, writing activity. Write a list of 6 animals we see in a zoo. Ya'ni biz zooparkda ko'radigan 6 ta hayvonni yozing deyapti. Faqat uni artikllar bilan yozishimiz kerak ekan. A yoki n artikllar bilan yozib chiqamiz. Bizga misol qilib an owl deb qo'ydik. An owl bu boy o'g'li degani. Misol uchun biz a zebra deyishimiz mumkin. Zebra. Va hokazo qilib 6 tasini qo'yamiz. Hop, progress check 1. Demak, birinchi va ikkinchi unitlar, ya'ni mavzular bo'yicha bizga takrorlash mashqlarini beryapti. Demak, ularni ham yozib chiqamiz. Filling the missing small letters. Kichik tushib qoldirgan kichik harflarni yozing deyapti. Mana bu qirq oyoqni mana bu yerlariga, qorniga yozib chiqamiz. Hop, write the words in capitals. Bosh harfda yozib chiqar ekanmiz mana bu so'zlarni. Hop, look at the writing example. Demak, bu so'zlarni topib artikl qo'yib yozar ekanmiz. Mana bu star degan yulduz. Endi yulduz emas, shu artikl bilan yozamiz. Bu qo'l soati. Bu yuqorida watch so'zi bor. Qo'l soati degani unga artikl qo'yib yozamiz. Soyabon va hokazo shularni to'ldirib chiqamiz. Demak, read and circle. Demak, yuqoridagi mashqda biz ortiqchasini chiqarib tashlagandik. Esinglarda bo'lsa, mana bu mashqimiz, mana 6-mashqda biz nima qilgandik? Ortiqchasini olib tashlagandik, to'g'rimi? Endi bu yerda ortiqchasini olib tashlamaymiz. Biz to'g'risini topar ekanmiz bunisida. Read and circle. Mana a yoki n bird. Demak, bird qaraymiz. Mana bu tomondagi so'zlarni qaraymiz. Qaysi artikl tushadi? A mi, n mi? Demak, ana shu to'g'ri tushgan artiklni tanlaymiz. A bird yoki an ant deyapti. Demak, a antmi, an antmi? Chumoli degani. Demak, n bo'ladi. Demak, n artiklni tanlab qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib demak bajaramiz. Listen and draw lines. Demak, eshitib, demak chiziq tortar ekanmiz. Kim haqida gap ketayotganligini. There is one example deyapti. Demak, audioni eshitsak, bitta misol bergan. Ana shu misolni demak belgilaymiz. To'g'risiga chizamiz. Masalan, bu yerda ismlar turibdi. Mana bu yerda har xil odamlar. Va ularning ish harakatini demak berib qo'ygan. Bu 13-audiodan eshitib olishingiz mumkin. 13-audio Telegram gruppamizda turibdi. Mana bu yerda. Hop. Undan keyin demak, song deyapti. 14-audio song. Demak, qo'shiq. Demak, uni ham albatta yodlash kerak bo'ladi. Bu albatta speakingimizni demak oshirishga yordam beradi. Demak, darsimiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Demak, qandaydir tushunmagan joylar bo'lsa, qandaydir savollar bo'lsa, albatta kommentariya qismida qoldiringlar. Albatta javob berishga harakat qilaman. Barchaga rahmat. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, demak darslarimiz davom bo'lishi uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Demak, videoga like bosing. Demak, fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiring. Demak, darsimiz shu joyda tugadi. Kattakon rahmat barchaga.